Jannatda bir daraxt bor, tanasi jannatda, tomiri dunyoda. Kim agar uni tomiriga chirmashaydigan bo'lsa, jannati bo'lmasdan qolmaydi. Sahobalar aytdilar: "Otamiz, onamiz fido bo'lsin sizga ya Rasululloh. Tanasi jannatda-yu, tomiri dunyoda bo'lgan u daraxtning nomi nima?" dedilar. "Silai rahim" dedilar. Ya'ni opa singil, aka ukalardan hol ahvol so'rashlik dedilar. Keltiriladiki, kimiki opasi yoki singlisini ziyorat qilishlik maqsadida hovlisidan chiqsa, yerga oyog'ini qattiq bosmasin, to opasi yo singlisiga borib uyga qaytib kelguncha. Nimaga deyilsa, chunki u niyatiga qarab farishtalar uni oyog'ini ostiga